Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Demak, bugun 3-darsimiz SAT Math, ya'ni SAT matematikasi bo'yicha. Bugungi darsimiz bo'yicha o'rganilishi kerak bo'lgan lug'atlar quyida, demak, yozib olib o'rganib qo'yishimiz kerak. Oldindan ko'rsatib qo'yaman. Fayl ko'rinishida agar Telegram guruhimizga o'tsangiz, yuklab qo'yilgan bo'ladi. Demak, bugungi darsimizni boshladik. Simplifying algebraic expressions deyapti. Bu nima degani? Demak, simplify degani simplify. Bu simple so'zdan yasalgan, ya'ni mana bu so'zdan yasalgan. Ko'pchilik biladi bu so'zni. Simple so'zdan yasalgan. Simple degani oddiy degani, simplify degani oddiylashtirish. Xuddi buni anglify degan narsani eshitgan bo'lsangiz, bu inglizlashtirish deganga o'xshagan ma'no bildiradi taxminan. Demak, simplifying algebraic expressions. Qolgan so'zlarni o'tganmiz. Demak, bu algebrak ifodalarni soddalashtirish degani. Xo'sh, algebrak ifodalarni soddalashtirish mavzusida biz nimalarni o'rganishimiz kerak? Birinchisi, term degan so'z nima degani? Term degani bu had degani. Misol uchun, 1 had, 2 had, 3 had, 4 had deb aytamiz. O'sha 1 had, 2 had degandagi had so'zi inglizchada term bo'ladi. Term bu nima? Had degani qanaqadir bitta son yoki u bilan birga bo'lishi mumkin qanaqadir o'zgaruvchi yoki qanaqadir ko'paytma yoki bo'linmasi bo'lishi mumkin sonlarni yoki o'zgaruvchilar. Demak, tushundingmi? Had degani son tushunilishi mumkin, qanaqadir o'zgaruvchi yoki o'sha o'zgaruvchi bilan sonlar o'sha aralashib kelib, ko'paytma yoki bo'linma ko'rinishida bo'lishi mumkin. Misol uchun 5 biz uchun bitta had. X ham agar farazan 5x deb uni ko'paytirib yozsa edi yoki 5 taqsim x deb yozsa edi, bunda ham bu had deb aytilgan bo'lar edi. Demak, kitobda aytilgan qoida bo'yicha. Davom ettiramiz. Ana endi 7a b kvadrat 2m kub n bularning hammasi had deb aytiladi, terms deb aytiladi. Lekin like term nima degani? Like degani like. Asli yaxshi ko'rmoq degani. Misol uchun I like eating apples desa, menga olma yeyish yoqadi degan bo'ladi. Lekin like ning ikkinchi ma'nosi bu o'xshash degani. Ya'ni o'xshash degani. Like terms bo'lsa, mana bu yerdagi o'xshagan, bu o'xshash hadlar degani bo'ladi. O'xshash hadlar. O'xshash hadlar deganda nima tushunish kerak? O'xshash hadlar deganda koeffitsiyentning oldidagi o'zgaruvchisi bir xil bo'ladi. Misol uchun mana 5x kvadrat 3x kvadratga teng. Chunki mana oldidagi soniga qaramaydigan bo'lsak, x kvadrat bu yoqda ham x kvadrat. Ya'ni oldidagi soniga emas, undan keyingi narsaga qarasangiz bir xil bo'lsa, bular o'xshash had deyiladi. Demak, qoida bo'yicha like terms contain identical variables, ya'ni o'xshash hadlarni o'zgaruvchilari bir xil bo'ladi deb aytyapti. Misol uchun 5x kvadrat bilan bu yerda 3x kvadrat, bular ikkalasi o'xshash hadlar, ularni ixchamlash mumkin. Davom ettiramiz. Keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa coefficient degan so'z. Coefficient degani bu bizni tilda aytganda bu koeffitsient degani. Koeffitsient nima? Bu o'zgaruvchini oldidagi narsa. Misol uchun mana qarang. 8x kvadrat y deb aytyapti. Mana shu 8 u o'zini oldidagi narsalarga ko'paytirilyapti. Shu 8 ni koeffitsient deb aytadi. Ya'ni koeffitsient o'zgaruvchini oldidagi son. Mana bu yerda demak 8x kvadratda koeffitsiyentimiz 8 bo'ladi deb aytyapti. Mana bu kasrda bo'lsa koeffitsiyentimiz nima? 4/5. Chunki 4/5 ga ko'paytiryapti nimani? M ni. Demak, m bizda mana bu m bizda o'zgaruvchi bo'ladi. 4/5 bizda koeffitsient bo'ladi. Buni ham o'rganib bo'lgan bo'lsak, endi keyingi narsaga o'tamiz. Ifodani sodda ko'rinishga keltirishda, demak, simplest form degan narsa bor. Simplest so'zi ham xuddi boyagi simple so'zdan yasalgan. Simple. Simple degani oddiy degani bo'lsa, simplest bo'lsa eng oddiy bo'ladi. Ya'ni eng sodda degani bo'ladi. Simplest form degani eng sodda ko'rinish degani. Ya'ni ifodani olib kelish mumkin bo'lgan eng sodda ko'rinishi. An expression is in simplest form when it's replaced by an equivalent expression having no like terms or
parenthesis deyapti. Xo'p, qanaqadir bitta expression, ya'ni ifoda qachon o'zini eng sodda ko'rinishga keladi, ya'ni simplest formga keladi, qachonki unda hech qanaqa o'xshash hadlar qolmasa, va qavslar qolmasa deyapmiz. Demak, soddalashtirgandan keyin o'sha qavslar qolmasa, o'xshash hadlar qolmasa, shu holatiga uni eng sodda ko'rinish, ya'ni olib kelish mumkin bo'lgan eng sodda ko'rinish deyiladi. Ba'zi bir o'quvchilar mana shu eng sodda ko'rinishga olib kelgandan keyin ham misol tugamadi deb o'ylaydi. Shu narsa muhim. Ya'ni sizni ifodangizda o'xshash had qolmadimi? Ifodangizda qavs qolmadimi? Bo'ldi, uni boshqa soddalashtirib bo'lmaydi endi. O'sha joyda to'xtash kerak. Davom etamiz. Keyingisi qonuniyatlar. Misol uchun bizda bor distributive property. Distribute o'zi tarqatish degani asli, property degani o'sha qonuniyat degani. Bu yerdagi ma'nosi distributive property degani bu taqsimot qonuni, ya'ni to'liqroq aytadigan bo'lsa, menimcha o'zbek tilidagi adabiyotlarda ko'paytirishning qo'shishga nisbatan taqsimot qonuni deb o'rgatiladi bu maktab darsliklarida. Misol, a ni b plus c ko'paytirsangiz, bu a ni ham, a ni b ga ham, c ga ham bitta ko'paytirib qo'shilganiga teng. Bu misol uchun sonlarda ba'zi bir o'quvchilarga murakkab bo'lib tuyulsa ham aslo sodda narsa. Nimaga? Misol uchun 10 sonini ko'paytirmoqchisiz 3 plus 8 ga. Xo'sh, 3 ga 8 ni qo'shsangiz 11, 11 ni 10 ga ko'paytirsangiz 110. Endi buni alohida qilsa ham bo'ladi, 10 ni 3 ga ko'paytirsangiz 30. 10 ni 8 ga ko'paytirsangiz necha bo'ladi? 80. 80 ga 30 qo'ysa 110. Demak, oladigan xulosamiz, xo'p, qavsni ichidagi narsaga tashqaridagi narsani ko'paytirish kerak bo'lsa, nima qilsangiz bo'ladi? Alohida buni bitta bunga, keyin buni bitta bunga alohida ko'paytirib, keyin qo'shib qo'ysa ham bo'ladi mana bunday qilib. Shuni demak, ko'paytirishni qo'shishga nisbatan taqsimot qonuni deb aytadi. Mana bu yerda bitta so'zga e'tibor beringlar. Real numbers degan haqiqiy sonlar degan. Real numbers haqiqiy sonlar. Keyingisi commutative property degan bu o'rin almashtirish qonuniga to'g'ri keladi. Ya'ni o'rin almashtirish qonuni. Deylik, buni hammamiz hayotda bilamiz. 3 ga 4 ni qo'shsa ham, 4 ni 3 ga qo'shsa ham natijasi bir xil bo'ladi. Shu narsani o'rin almashtirish qonuni deyiladi. Bu qo'shishga nisbatan ham, ko'paytirishga nisbatan ham ishlaydi. Misol 2 ni 15 ga ko'paytirsa ham, 15 ni 2 ga ko'paytirsa ham baribir 30 chiqaveradi. Buni demak o'rin almashtirish qonuni deydi. Maktab darslarida agar men xotiram pand bermaydigan bo'lsa, o'rin almashtirish qonuni qo'shishga nisbatan alohida, ko'paytirishga nisbatan alohida o'rgatilardi. Ehtimol adashayotgandirman, chunki maktab darsligini o'qimaganimga ancha bo'lgan. Davom etamiz. Keyingisi associative property yoki associative property deb aytiladi. Bu guruhlash qonuni degani. Guruhlash qonuni ham xuddi shunday ko'paytirishga nisbatan ham, qo'shishga nisbatan ham ishlayveradi. Ya'ni deylik, A plus B plus C bo'lsa, siz uni xohlaganingizdek guruhga ajratishingiz mumkin. Xohlasangiz A bilan B ni bitta guruh qilib oling. Xohlasangiz B bilan C ni guruh qilib oling. Xohlasangiz A bilan C ni guruh qilib olib B ni qo'shing, hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni bu guruhlash qonuni qo'shishga nisbatan. Endi xuddi shu narsani ko'paytirishga nisbatan ham ishlatish mumkin. Ya'ni qanday? A ni B ga va C ga ko'paytirish kerak bo'lsa, xohlasangiz avval A bilan B ni ko'paytirib oling. Yoki A ni B ga, C ga ko'paytirish kerak bo'lsa, xohlasangiz B bilan C ni avval ko'paytirib oling. Xohlasangiz A bilan C ni avval ko'paytirib olib, keyin B ga ko'paytiring. Hech narsa o'zgarmaydi, natija bir xil chiqadi. Bu narsa demak, qo'shishga yoki ko'paytirishga nisbatan o'rin almashtirish qonuni deyiladi. Bu narsani sonlar bilan sinab ko'rishimiz ham mumkin. Misol, 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5 desak, qaranglar. Men ketma-ket ko'paytirishim mumkin. 3 ni 4 ga ko'paytiraman 12. 12 ni 5 ga ko'paytirsam 60. Lekin men boshqacha ham qilishim mumkin. Misol uchun, avval 4 bilan 5 ni ko'paytiraman 20 bo'ladi. Keyin 20 ni 3 ga ko'paytirsam 60 bo'ladi. Bunaqa ham qilishim mumkin. Demak, mana shu guruhlash qonuni ko'paytirishga nisbatan ham, qo'shishga nisbatan ham ishlayveradi. Faqat to'g'ri ishlatishni bilsa bo'ldi. Demak, davom etamiz. Bu yerdagi
so'zlarni ko'rib ketsak, simplify each expression degani nima deb tushunish kerak? Simplify degani soddalashtir degani boya ko'rdik. Each har bir degani oldingi darslarda ko'rganmiz. Expression degani ifoda degani. Demak, har bir ifodani soddalashtiring. Mana buni soddalashtirishimiz kerak. Buni soddalashtirishimiz kerak. Buni soddalashtirishimiz kerak. Xo'p, qaranglar. Mana bu 1/3m bilan 2/3dan2m o'xshash xat bo'ladi. Ular ixchamlashadi. Chunki ikkalasini ham oldidagi o'zgaruvchisi m. 4n bo'lsa, u bular bilan soddalashmaydi, chunki u alohida. Bunda mana x kub bu yerda ham bor, bu yerda ham bor, lekin avval qavsni ochib olish kerak. Bunda ham ishlasa o'xshash xatlar yuzaga keladi. Kelinglar mayli. Shuni ishlab beray. Ishlab beraman shuni. Birinchisi 1/3m ga 2/3dan2m ni qo'shish uchun shunchaki sonlarini qo'shish kerak. 1/3 ga 2/3dan2 ni qo'shish kerak. Buni javobi matematikani kim bilsa yaxshi biladi, javob 3 bo'ladi. Demak, 3m. Oldagi m ham bor. Javob bunda nima bo'ladi? 3m minus 4n bo'ladi. Shu mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan 3m minus 4n. Keyingisi, keyinlar videoni shu yerga bitta pauzaga qo'yib, o'zlari ishlab ko'ringlar. Ishlab ko'rgan bo'lsangiz, endi men ishlayman. Ikkinchisi. Demak, qavsni ochamiz. 4x kub minus 2x kub minus 6x. Bu bilan bu o'xshash xat soddalashadi. 4x kubdan 2x kubni ayirsak 2x kub qoladi. 6x u bilan soddalashmaydi, chunki uni o'zgaruvchisi x kub. Buni o'zgaruvchisi x kub, buni o'zgaruvchisi x, ikkalasi ikki xil narsa, demak soddalashmaydi, shu yerda to'xtaydi. Ko'ramiz. Mana to'g'ri hisoblabmizmi? Mana x kub minus 6x deb aytyapti. Mana bu yerga qaranglar. Mana to'g'ri ishlabmiz. 2x kub chiqaribmiz biz. Qayerda xato qilibmiz, hozir tuzatamiz. Demak, katta shaharlarda ham kichkina ko'ngilsizliklar bo'lib turadi deganga o'xshagan. Hozir tuzatamiz. Demak, 4x kub minus 2x kub minus 6x. 4x kubdan 2x kubni ayirsak 2x kub minus 6x. Yo'q, xato qilmagan ekanmiz. Kitob o'zida xato bor ekan. Mayli, ziyoni yo'q. Qani kitobda nima uchun xato? Ha, mana bu yerda ekan, qarang. Kitobdagi xatolik, diqqat qilinglar. Mana bu yerda 3 yozilgan. Mana bu yerga 3 yozilgan. 3 yozilgan. Misolda mana bu yerda 2 ketgan. Ya'ni kitobda xato qilib qo'ygan shu yerda. Bu yerda 3 deb olgan, bu yerda 2 deb olgan. Shuning hisobiga javob xato chiqib qolgan. Mayli. Kitobda xato ishlagan emas, shunchaki mana bu yerda 3 ni o'rniga qaytib yozishda, 2 ni o'rniga, mana bu yerdagi 2 ni o'rniga qaytib yozishda 3 yozib qo'ygan. Umuman olganda buni boshqa misol deb tushunish mumkin. Buni boshqa misol deb tushuning. Demak, xato ishlamagan ekanmiz. Kitob o'zida, demak, qayta ko'chirishda boshqa sonni yozib olgan ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolni ochib qo'ydim, mayli. Minus AB plus 2B bo'lar ekan. O'zlari ishlab ko'rishlari mumkin. Davom ettiramiz. Tarjimaga ozgina yordam beray. Qaranglar. Combine like terms degani, combine degan birlashtirish degani, ya'ni o'xshash xatlarni ixchamlang degan gap bilan bir xil. Simplify soddalashtiring degani. Distributive property degani o'sha, demak, taqsimot qonunidan foydalaning. Multiply ko'paytiring degani. Combine like terms demak o'xshash xatlarni ixchamlang degani. Ya'ni qadamma-qadam tushuntirib beryapti misolni. Endi mashqlarga o'taylik. Birinchi mashq. Tarjimasi qarang. Which of the following expressions is equivalent deb aytyapti. Equivalent degan bu biz tildagi o'sha ekvivalent so'zi bilan bir xil. Ya'ni quyidagilardan qaysi biri o'sha ifodaga teng deyapti. Ya'ni mana buni soddalashtiramiz. Soddalashtirgandan keyin A javobga to'g'ri keladimi, B ga to'g'ri keladimi, C ga to'g'ri keladimi, D ga to'g'ri keladimi hisoblab ko'ramiz. Equivalent so'zini yozib qo'yamiz. Bu ekvivalent yoki teng degan ma'noni bildiradi. Keyingisi ham xuddi shunaqa, which of the following expressions is equivalent to deb aytyapti. Demak, soddalashtirish kerak. Bitta ham soddalashtirish kerak.
4 da ham soddalashtirish kerak, 5 ni ham soddalashtirish kerak va 6 da ham soddalashtirish kerak. Misollarni yozib ishlab ko'ringlar. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariya qismida yoki Telegram guruhimizga o'tib so'rashlaringiz mumkin. Birinchi misol, ikkinchi misol, uchinchi misol, to'rtinchi misol, beshinchi misol va 6-chi misol. Shu bilan bugungi mavzumiz tugadi. Kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa, o'sha boyagi gap so'rashlaringiz mumkin. Loyihani rivojiga hissa qo'shish uchun videoni tanishlaringizga yuborib qo'yishlaringizni va like bosib, kommentariya qismida o'zlaringizni fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'rab qolaman va videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun, o'zlaringizga manfaatli bo'lishi uchun agar kerak bo'lsa saqlab qo'yishlaringiz bemalol mumkin. Darsimiz tugadi. Salomat bo'ling.